Salom do'stlar. Yana bir qilamiz. Hammaga salom do'stlar. Bugun biz hafkorimizning 5-qismini, 4-mi? 5-qismini olamiz. Obuna va like bosib qo'yishni unutmang oldindan. Qanunda boshladik. Va uja kech tushyapti. Bir yerda o'zi qayerga kelib qoldim. Shu narigi orolimda yursam bo'lmaydimi? Yana o'lay dedim. Jonqa tepaga o'ylab ketayotgandim kadr ortida va birdaniga hammangiz bilganingizdek mazza qilib oldimdan anaqa chuqurga, ya'ni g'or borku, g'or chiqib qolibdi. Keyin g'orga tushib ketsam bo'lam. 2,5 jonim qoldi. Keyin uncha jon qolganiga qarasam atrofimda maxluqlar yagona yo'q bir burchakka devordan ko'lab chiqib ketdimda, keyin suv bilan qolganiga chiqib keta qoldim. Mana shu orolda eng teparog'iga chiqib ulab yuboramiz. O'zi tepadan tushayotganimda ancha jonim ketdi. Shunday tushayotganda ko'z oldimdan o'tib ketdi-da, shuncha. Keyin oxiri o'tib oldim. Yana chiqib oldim. Quyosh qaysi tarafda botyapti? Umuman menga teskari ekan. Mayli, uxlaymiz. Va ertaga biz 12-kunga yetib kelamiz. Va xohlagan boshimiz oqqan tomonga qarab ketaveramiz. Yana bitta gap, meni ovqat zaxiram ancha kamayib qoldi. Va men qism qilib yuravermayman. Axir olmos aslaha qilish kerak. Yana qishloq topish kerak-da, shu qishloq topolmayapman-da. Qishloq topolganimda juda yaxshi ish bo'lar edi. Endi shu yerlarda aylanib yuramiz, nimadir. Qishloq shu yerdan topib olsam mayli-da. Ovqat zaxiramni to'ldirib, yana qishloqlar, boshqa qishloq xaritalarini bu tarafdan yursam odam bo'lmayman. Voy, saloyoq yetmay qoldi. Ketaveradi. Xuddi mana shunday chuqurga tushib ketdim. Keyin shu bilan o'lay dedim. 2,5 ko'z oldimdan o'tib ketdi. Maxluqlar qalqon tutdimda qazib ketdim boshqa yerga. Uda ko'ra qayoqqa ketgan yaxshi, mayli, sizlarni ham zeriktirib yubormay, videoni ozroq pauza qilib, yaxshiroq yerga chiqqandagi bir stop gapdagi yana ochaman. Do'stlar, ovqat zaxiram o'ta kam bo'lib qoldi. Shuning uchun bugun mana shu tekislikda qolamiz. Ya'ni ovqat bugungi maqsad shunday ovqat topish, shunday qilib va kirkasindi yetadi. Kirkasindi degani bu yetarlicha oldingdagi ani bekor qildi bu. Qolib ketmasa bo'ldi shu yoqlarda. Yo'q, agar qolib ketmayman-da. Qayt bilan chiqib ketaman. Bitta savol ber, men nimaga nayza yasaman? Bir nayza ko'rinmayapti. Qo'shilgan modim ishlamayapti. Ishlaganda qishloq topmasdim. Chunki bu modda uy qurish mumkin edi. Atiga 4-5 temir bilan ham temir fermalar qurish mumkin edi. Va shu yerga men 3 gacha sanagamcha mana shu yerda yotoq va pechka anjomlarim paydo bo'ladi. 1, 2 va 3. Ana bu yerda anjomlarim paydo bo'ldi. Va mana qo'ylarni chopib kelish kerak.
qo'y qarasam molni go'shti o'ta ko'p ekan-ku menda. 22 tadan ham oshiq ekan. Hey, kimga teri kerak? Endi juda ko'p. Bana 17 ta teri bor. Va mol go'shtini menda qo'y go'shti yo'q, ozroq solamiz. Va mayli, banaga temirni ham eritib qo'ya qolaylik. Zarari yo'q. Ozroq olish kerak, chunki men fakir yasayman. Xullas, agar men bunday qilmasam, konga kirib olmasa, istig'a taxlamasam, ancha qiyin bo'lyapti. Yoki nezerga o'tib qilishim ham mumkin. Lekin uni qilgancha u juda xavfli ish. Undan ko'ra men shu yerda konda qilib qo'yganim yaxshi. Bu narsalar pishgunicha men ozroq temir, daraxt chopib kelay qolay. Va daraxt ham salgina go'sht ham topib keldim. Daraxt ham chopdim ozroq, go'sht ham topdim. Ana fakkelar yasa olamiz. Endi biz u yoqda juda ko'p yurishimiz kerak. To'g'rimi? Juda. Hada bir stakdan ham ko'p fakkelasadi. Deyarli qolgan bari kulib deydi, men o'sha yerda o'tkazaman deb ayta olmayman 100%, lekin ancha kulibni o'sha yerda o'tkazaman. Olmos topmasda deyarli chiqish yo'q. Yana bejat boymasman, shuning uchun bari temirga bas 3-4 ta temirlik kirga, qolganiga esa toshdan yoki misdan yasab yuboraman. Kadr ortida keyingi kunni ham o'tkazib yubordim. Endi qolgan vaqtlarimni konda o'tkazaman, tutqunlikda. Ozgina go'shtim pishmay qolibdi. Bu narsalar o'zi nimaga kerak? Pechkani orqaga qo'yib qo'yamiz. 7 ta go'sht bilan davom etsak ham biri bo'lmaydi. Endi shu yerdan 0-balandlikka qarab ko'lashimiz kerak. Lekin Minecraftda birinchi qoidasini buzishdan yaxshi ish yo'q, shuning uchun 0 ga qarab ketdik. Va. Lekin undan olsa bedrockdan bir qavat tepa kovlasa ham olmos chiqishi mumkin. Lekin biz unday qilmaymiz. Biz 0-balandlikka qadar tushamiz. Meni aytib qo'ya, suvli paqirim yo'q. Water drop qilaysam, mohir water drop qiluvchi ham emasman. Ham inventarim to'lib ketgan. Shag'al otamiz. Shag'alni otamiz dedim. Endi buni otamiz. Buni nimaligini bilmayman o'zim. Biz qazib ketaveramiz, lekin kalla ishlab qoladi. Bu yerga o'tamiz, bo'lmasam o'yin shunday darajada qotadiki, uni tasavvur qilish ham mumkin emas. Va endi mashallah qo'yib ketishga majbur bo'lib qolamiz. Va 17. Yo do'stlar, birinchi oltin topdim. Yes. To'g'risini aytsam, birinchi oltinim. Juda xursand emasman, chunki olmos chiqqanda bundan 5 battar xursand. Misli otib olamiz, kerak emas. Zato olmosli bo'ldik, to'g'rimi? Va video pauza, men pastga qavalab ketaman. Do'stlar, men mana bunday shaxtaga tushib oldim. Va shu shaxtada yuramiz. Ya'ni topib oldim. Shu atrofda yuraversak nimadirli bo'lamiz.
Masalan, olmos yoki temir. Agar juda xavfli bu yerda o'rgimchaklar spander bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun juda xavfli deyapman. Oltin bor, lekin oltinni olishni niyatim yo'q, lekin bu yerda qonga ulanib ketgan ekan. Juda ham qo'rqinchli-da. What the? Yo'q. Videoni sal pauza qilaman. Do'stlar, bu yerda oltin va temir topdim, lekin olmos olmadim. Do'stlar, yo'q. Yo'q bu yerda. Yo'q, anaqa qaytib ketdi. Umuman bu yerga kirib beryapti. Yo'q, faqat u bas bo'ldi. Bo'ldi, pullarni yerda chiqib ketaman. Bo'ldi, bega shu bu. Do'stlar, bir 60-balandlikka kelib, 40larga kelib uxlab yuboraman. Unga tashqarida tun bo'lsa, u yerda men o'laman, yo'qolib ketaman. Hop. Va tun ekan, uxlab yuboramiz. Va endi tongda u yerdan chiqamiz. Yotog'im qolib ketmasin. Evakuatsiya do'stlar. Do'stlar, shu tog'ni ustida ichida chiqyapman. 64-balandlik, lekin hali ham chiqmadim. Do'stlar, Alloh sehrladi. Oladi. Yo'q. Iltimos. Qoch. Yo'q. Iltimos axir. Yo'q, yarimta jonim qoladi. Hech narsa tegmasin, iltimos. Uyalmoqsi kelyapti. Iltimos. U yugurib kelyapti, uyalmoqsiz. Yo'q. Ay, shuncha mehnat. Shuncha mehnat. Voy. Shu qancha 3 kun yashadim. Bitta yalmog'izni deb. Ketdi hamma narsa. Shuncha mehnat. Bo'pti, hammaga xayr.